Salom, aziz avtomobil ishqibozlari. Bugun sizlar uchun haqiqiy afsonaning yangi avlodini olib keldik. Bu siz o'ylaganingizdek shunchaki mashina emas, bu yo'llarning yirtqichi, kuch, joziba va texnologiyaning uygun bir timsoli Chevrolet Corvette 9. Bu modelga qaragan zahoti yuragingiz bir zumda tez ura boshlaydi, chunki uning har bir chizigi, har bir burchagi kuchni, tezlikni va mukammallikni ifodalaydi. Qop-qora yaltiroq kuzovi ostida xuddi yovvoyi otning yuragi urayotgandek kuchli dvigatel yashiringan va u sizga "Kel, haydashdan zavqlanaylik" degandek chaqiriq beradi. Corvette 9 ning old qismi haqiqiy san'at asari, katta panjarali agressiv dizayn, keskin shaklli faralar va markazdagi mashhur Corvette logosi unga o'ziga xos jasorat beradi. Orqa tomondan qarasangiz, xuddi kosmik kema yo'lga tayyorlanayotgandek tuyuladi. Ikkita to'g'ri burchakli chiqindi trubalar, LED orqa chiroqlar va past joylashgan sportchi kuzov uni butunlay futuristik ko'rsatadi. Ichki salon esa bu boshqa olam. Charm bilan qoplangan sport o'rindiqlar, katta raqamli ekranlar, o'zingizni xuddi poyga uchuvchisi kabi his qiladigan rul va yuqori texnologiyalar bilan to'la boshqaruv paneli, bularning bari Corvette'ni haqiqiy premium sport mashinaga aylantirgan. O'tirgan zahotingizda, "Ha, men endi jiddiy haydovchiman" degan his paydo bo'ladi. U faqat tez emas, balki aqlli ham. Ilg'or xavfsizlik tizimlari, avtomatik harakat nazorati, dinamik tormoz taqsimoti va moslashuvchan osma tizimi haydashni xavfsiz va zavqli qiladi. Corvette 9 bu nafaqat tezlik, balki muvozanat, nafaqat quvvat, balki nafislik. Eng qiziq tomoni, bu mashina jim yuradi, lekin gaz pedalini bosganingizda, u xuddi sahnaga chiqqan rock yulduzdek ovoz chiqaradi. Ha, bu tovushni eshitgan har kim boshini burib qaraydi. Shunchalik past va keng korpusi bilan u yo'lga yopishib yuradi. Har bir burilishda silliq, har bir tezlanishda hayajonli. Shahar ichida esa sizni hamma kuzatadi. Bu mashinada yurish go'yo podiumda yurish bilan barobar. Corvette 9 bilan hatto svetoforda to'xtash ham zavq beradi, chunki siz yoningizdagi haydovchining havasli nigohlarini aniq sezib turasiz. U shunchalik chiroyli va jozibaliki, hatto uning soyasi ham sport ko'rinadi. Dvigateli haqida gap ketganda, bu yovvoyi ot 600 ot kuchidan ortiq quvvatni beradi, lekin baribir silliqlikni yo'qotmaydi. Uning yurishi xuddi musiqadek, bir zumda baland, keyin esa ohista. Shunchaki haydash emas, bu his-tuyg'ular simfoniyasi. Yoqilg'i sarfi esa hayratlanarli darajada tejamkor, ya'ni kuch bilan iqtisod birlashgan. Salonidagi texnologiyalar ham zamonaviy, ovozli boshqaruv, avtomatik konditsioner, 3 navigatsiya va albatta yuqori sifatli audio tizimi. Shunday bo'lishi tabiiy, chunki bu mashina sizni nafaqat manzilingizga olib boradi, balki yo'lning o'zini ham sarguzashtga aylantiradi. Corvette 9 bu orzular mashinasi va unda har bir daqiqa unutilmas. Ko'pchilik aytadi, Corvette bu hayot tarzi va bu haqiqat. Chunki siz uni bir marta